Hammaga salom. Bu videoni olganimga уже 3-4 kun bo'ldi, по-моему. Bu yerda bir sutkaga ishga chiqqanman, ikkita joydan ish olganman. Ikkalovi ham после remont. Ertalabdan chiqsam, shunaqa yomg'ir yog'ayotgan ekan, или o'tib ketgan уже. Короче, hamma yoq ho'l bo'lib yotibdi-da. Mayli, ishga kelib oldim. Shunaqa 12-etajmida, 11-etajmida peshkom chiqdik, потому что lift ishlamayapti. Shunaqa ishimizni boshlab oldik. Yonimda meni ham boshqa ayollar ijara ishlashadi, opalar ishlashadi. Вот, mana shunaqa после remont o'zlari ko'rsatib berishadi. Imенно nima ish qilishingiz kerak, o'shanga qarab ishingizni davom ettirasiz. Bu yerda hali 100 marta tozalanib, 100 marta yana remont qilishadi. Bu obyektni to bergunlarigacha. Kim qayerda ishlaydi, kommentariyada yozib qoldiringlar.